Bir soat ko'chaga chiqdim, mana qachon chiqdi. Ko'chaga chiqdim, yana bundan ichi loyib ketdi. Men bittasi ko'p shashlik qilyapti shekilli desam, yo'q. U chayagan bu, onasini emsam bu. Maskalar o'zinglar bilib, hali koronavirusdan qolib ketgan maskalar уже ham etday maska sotib ekanlar, уже haligini g'alati zaksi mashinalarda yurib qolishdi boshqa. Ashunga men 2 metr taqilgan maskam bor. Ko'p so'ramayman. iPhone 17 orange svetiga barter bor. Shu kerak bo'lsa tashlab beramiz, kelib keta olasiz. Men eplab durra qilib eplab o'xshatib olaman uydan chiqmasdanmi buning. Va ertaga shab 12 bitta daraxt ekib beramiz, o'zimni o'zim jinniga o'xshab o'rtaga chiqib turib, normalniy o'tib ketam. Hammamiz ertaga chiqib bittadan daraxt ekib bersanglar, uni desam, mana maska sotayotganlar bugun ko'chatni qimmatlatishib Shu problemani ko'ryapman, kimga to'ngashni bilmayapman. Onasini rosa gapirardim.